Kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, hozir biz sizga avtomobilingiz uchun bergan ishonchnomani qanday qilib bekor qilish mumkinligini ko'rsatamiz. Shu odatdagidek, demak, Mygo.uz ilovasi orqali qo'lingizdagi telefon yordamida kirasiz. Bu yerda demak, albatta o'zingizni shaxsiy kabinetingizga kirgan bo'lishingiz kerak. Adliya yo'nalishi sohasi bo'yicha o'tamiz va bu yerda avtotransport boshqaruvi uchun elektron ishonchnomani bekor qilish xizmati mavjud. Xizmat bepul amalga oshiriladi va avtomatik tarzda biror hujjat talab qilinmaydi. Demak, jarayonni davom etamiz. Xizmatdan foydalanish qilamiz. Xizmatdan foydalanish qilgandan so'ng oferta bilan tanishganligingiz to'g'risida keyingi tugmasini bosasiz. Va bizga navbatdagi o'ynada demak aynan o'zimizda ma'lumotlarimiz avtomatik aks etadi. Bizdan talab qilinadigan shuki, ishonchnomani ro'yxatdan o'tgan seriya raqamini tanlashimiz kerak bo'ladi. Deylik, o'zingizdagi holatda ishonchnomani raqami va seriyasini aniqlik bilan kiritib olasiz va keyingi tugmasini bosasiz. Mavjud o'ynada demak bizga ko'rinib turibdiki, demak, qo'shimcha ma'lumotlar aynan xizmat natijasini qaysi tilda olmoqchisiz degan ustun bor. Bu yerda xohlang rus tilida yoki o'zbek kiril alifbosida, o'zbekcha lotin alifbosida olishingiz mumkin bo'ladi. Shundan so'ng yuborish tugmasini bosasiz. Yuborish tugmasini bosganingizdan so'ng demak aynan siz avtomobilingiz uchun birovga bergan ishonchnomangiz avtomatik bekor bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, shu videoni izoh qismida biz aynan qaysi hollarda ishonchnomani bekor qilish uchun sabab bo'ladigan holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Izohda tanishishingiz mumkin bo'ladi. Biz bilan bo'ling. Kelgusi hayotingiz davomida zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarishni kuzating. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang va tanishlarga, asosan avtotransportda mavjud bo'lgan tanishlarga ulashing. Zero bu ajoyib emas, ularga foydasi tegib qolsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.